Kamera orqali plastik kartaga pul o'tkazish. Kamera orqali? Kamera orqali. Qarang, siz klik ilovasi yordamida u kimga pul o'tkazishda klik ilovasining perevodi punktiga o'tib turib, tepasiga karta raqamini kiritasiz, to'g'rimi? Odatda karta egasi sizga karta raqamini yoki jo'natadi yoki o'zi shundoq etib turadi. Lekin ayrim holatlarda odamlar shundoq olib qo'lingizga kartani berib qo'ygan holatlarni ham kuzatganmiz. Mana shunaqa holatlarda shundoq karta kiritadigan maydonchangizning eng o'ng burchagidagi skaner ikonkasini bossangiz, telefoningiz kamerasi ishga tushadi. Agar telefoningiz iPhone bo'lsa, ruxsat so'raydi, o'shalarning hammasiga razрешение bosib o'rgasiz. Kartani olib turib shundoq kamerani o'ziga yo'naltirsangiz, klikini skaner qilib, kerak bo'lgan maydonga raqamlarni to'ldirib qo'yadi. To'g'risini aytsam, men aynan shu funksiyani o'zim tasodif bilib qo'yganman. Kassani oldida navbatda turganimda shunaqa qilsa bo'larmikin deb olib bundoq qilsam o'xshab qo'ygan. Muhimi karta raqamlari o'chib ketmagan va aniq ko'rinishga ega bo'lishi lozim.